Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa ustanovkaga ishiga chiqqanmiz. Hop, bitta ikkinchi etajda eshiklarni ustanovka qilyapmiz. Ikkinchi etajda eshiklarni ustanovka qilib, endi hozir plyontslarni boshladik. Bu xona hali otilgani yo'q, kiklaylarni otilgani yo'q. Birinchi etajda ham plyontlarni boshqa sheriklarimiz qatirishganmi, bilmadim qanaqa qatirishgan. Juda qiynalishgan ular ham, to'g'rirog'i. Xullas biz eshiklarni qildik, endi plyontlarni boshladik. Plyontlarni boshlaganimizda devor kamiga sement bor, o'q o'tmayapti. Titanni ham proba qilib ko'rdik, titan kelaydi. Undan ham ushlash qiyin bo'lyapti. Chunki nimaga ushlash qiyin bo'lyapti? Devorni vannasini qaranglar mana uni. Ustagalar sal e'tibor bilan ishlanglar. Iltimos akalar, plyontschi, eshikchi, mebel qo'yadiganlarni o'ylanglar. Biz ham ish topshirib ketishimiz bor. Uni qaranglar, vannani qaranglar. 1,5 sm, 1 sm vanna bo'layotibdi. Buni titandan ham, o'qdan ham otsa ham baribir tevasi ochilib qolyapti. Oshiqchada. Mon nalchikalarni ham qilganmiz. Bu uchi yopishib turibdi. Bu tarafi ham yopishib turibdi. Devorli vannasi 1 sm devorli vannasi bor. Shularga ahamiyat beringlar akalar. Plyontimiz 1.6 ga 10 li razmerda, u MDFdan bukilishi ham qiyin, bukilmaydi ancha munchaga. Yaxshi. Bu xonalarda ham endi bo'ladi. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni istasangiz, like, comment qilib qo'ying.